Oho, o taş katakdan yangi kataklarimiz tayyor bo'ldi, tovuq kletkalar. Mana kimga nechta kerak desalar, bemalol bitta ustidan chiqib ko'rsang qana Otamrodjon. Oho, ana ko'tarmaydi deydiganlar uchun, qaddimaydigonidan, sinmaydigonidan, erta yonmas, suvda chekmaslaridan, suv qo'yadigan joyini ko'rsatib, suv qo'yadigan joylarigacha taqlabdilar. Qo'lingizda ko'rmasin, otash hofiz. Mana bu don qo'yadigani, tovuqlar yerda yotmaydi. Tuxum oladigan joy ham qilganmisiz? Mana bu yoqdan ham don so'ladi. Bu yerdan ham don solinadi. Shuna. Mana. Vashi boshqa variant-ku. Universal-ku. Katakni Pro Max bo'libdi-ku. Ha? Usta Otamrod. Bu katakni Pro Max qilibsiz-ku polni. Ana sanga. Pro Max kataklari. Bu yoqni ham suv qo'yadigani. Operator bu yoqni ham ko'rsating mana. Bu nimasi bu? Tuxum oladigan joyi. Ichiga kirib bez nima qilib o'tirmaydi. Ichiga kirmay. Ha endi misol tovuq agar uni roqator tuxsanimi bo'ladiki, o'rtasiga bitta choy bilan tortib oladi deysizlar. Uni ham saqlab beramiz. Unisini ham taqlamayman. Mana. Spalnisini ham qiling tavuqlarga. Saqlaymiz. Spalnisini ham ana klientlardan aka spalnisi ham bo'lsin degan talab nima bo'lib qilib berib bilasizmi? Saqlaymiz. Spalnilik ham qilib berasiz. Duh spalni, turk spalni qilib. Qanoqa desa shunday saqlab. Qanoqa desa, katakni короче Pro Max aka narxi qiziq, narxini ayting, narxini. Narxi 500 ming so'm. Narxi 500 ming so'm. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bormi? Kelishilgan holda, ha? Kelishilgan holda. Kanal nomidan chiqqanlarga yana bonuslarni qilib berib bilasizmi? 65 kilo yukni ko'tardi. 65 kilo vesim. Kanal nomidan chiqqanlarga kelishtirib beramiz. 65 kilo vesni ko'tardi. Bemalol buning ichiga aka kurka bo'lsangiz ham bo'lar ekan-ku. Gap yo'q. Pastda raqam qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.